Ba'zan mijozlarimiz so'raydi, qanday qilib odamlar uyini shunchalik tashlab qo'yadi, qanday qilib bu holatga yetib keladi deb. Biz esa tabassum bilan javob beramiz. Hayotda hamma narsa bo'ladi. Har kimning o'z qiyin davri bo'ladi. Kasallik, charchoq, ko'chish, yosh bolalar, vaqt yetishmasligi. Bu oddiy hol va bu hammada ham bo'lishi mumkin. Biz hech kimni ayblamaymiz. Nega deb so'ramaymiz, hukm chiqarmaymiz. Biz u xonadonga yordam berish uchun kelamiz. Uyga yana tozalik, ozodalik va fayz olib kirish uchun kelamiz. Ba'zan hayotni yangidan boshlaging keladi va hammasi tozalikdan boshlanadi. Toza uy, toza havo, toza fikrlar. Shuning uchun hech kim tozalash xizmatiga buyurtma berishdan uyalmasin, qo'rqmasin, nimadir deyishadi deb o'ylamasin. Biz uyingizga qo'llab-quvvatlash uchun kelamiz, sizni ayblash uchun emas. Uyingiz yana yorug', fayzli va toza bo'ladi. Siz esa yengillik va xotirjamlikni his qilasiz. Chunki tozalik bu avvalo o'zingizga bo'lgan mehr va g'amxo'rlikdir. Salomat bo'ling.